Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katipi Guterres, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Vekiller Ömekinin Xitay dairələri bilan Şərqi Türkistan'ı çeklemesiz ziyaret qilish üçün ciddi söhbət elib beriyotganligini bayan qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katipi Antonio Guterres, Kanada taratqusi CBC'nin ziyaretini qabul qilganda mundaq dedi. Növətdə, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlığı işxanası bilan Xitay əməldarları o'tirsida Uyğur və başqa azınlıqlarga qaratilgan kişilik hukuk təpsəndiciligi toğrısidagi ayıpləşlərini tekşirish haqida muzokara elib berilyotidi. Mən Birleşken Devletler Teşkilatı əməldarlarının Şərqi Türkistan rayoniga kirishga ruxsat qiladigan kelishim hosil qilinishini, Kişilik Hukuk Ali Komissarının çeklemesiz ziyaret qilishini umid qilaman. Guterres mundaq dedi. Bu ziyaretning organ arzu qiladigan hamma narsani cheklamasiz ziyaret bilan ta'minlaydigan burch bo'lishi biz uchun intayin muhim. Biz ziyaretning mushundaq bo'lishini umid qilamiz. Birleşken Devletler Teşkilatı va boshqa xalqaro tashkilotlar lagerlarni tekshirish uchun ijibiti chaqiriqini qayta ta'kidlagan bo'lsa-mu, Xitoy hozirgacha oz sondagi chet el diplomatlari va axborot a'zolarining o'zi belgilagan bir qancha lagerni qisman ko'rishga yo'l qo'ydi. Xitay dairələri Birleşken Devletler Teşkilatı əməldarlarının bevosita uçurğa erishish uchun rayonni erkin tekshirish talabini rad qilib keldi. Yaqında Xalqaro Kechirim Tashkiloti Xitoy hukumatining zulmi sababidan chet ellardagi ota-onalari bilan jam bo'la olmay, tirik yetimlarga aylantirayotgan minglagan Uyg'ur bolalarining fojiasi haqida muhim doklad e'lon qilgan edi. Shulardan biri bo'lgan Avstraliyalik Uyg'ur muhojirlardan Mahmudjon apandining bildirishicha, u asli Malayziyaga doktorlik o'qish uchun chiqqan. Keyin ayoli va ikki bolasining Malayziyaga chaqirtilib, oilasi bilan 2015-yilgacha Malayziyada turgan. Shu yili ayoli Muharramning pasporti yetib ketib, Malayziyadagi Xitoy elchixonasidan pasport bejirib berishini talab qilganida talabi rad qilingan. Ayoliga faqat Xitoyga qayta oladigan oq pasport berilgan. Muharram amalsiz ikki bolasini elib, yurti Qashqarga qaytishga majbur bo'lgan. Shuningdan buyon uning ayoli Muharram va bolalari bilan qayta jam bo'lish uchun qilgan barliq tirishchanliklari bekor bo'lgan. Mahmudjon apandi ayolining tutqun qilinish sababi haqida to'xtalib, 2017-yil 4-oy mezgilida doiralarning ayoli Muharramni ijoblangan degan bahonada tutqun qilib lagerga qamaganligi haqida uchur olganligini bildirdi. U bu fojialardan xabar topgan bo'lsa-mu, ota-onasi va bolalarining bexatarligini o'ylab bir mezgillik sukut yo'lini tanlaganligini, keyincha o'zining Malayziyada bexatar bo'la olmaydiganligini his qilgandan keyin ilojsiz Avstraliyaga qochishga majbur bo'lganligini bildirdi. Yaqında CNN muxbirlari Qashqarga berib ikkinchi kuni ondan Mahmudjonning ota-onasining uyini tepib, qizi Muxlisa bilan ko'rishalgan. Muxbirlarning bayon qilishicha, Muxlisa o'zining ahvoli haqida jiq narsa desa bo'lmaydiganligini biladigan bo'lib, u savollarga ehtiyotchanlik bilan javob bergan. Biroq muxbirlar dadangizga deydigan so'zingiz bormi deb so'raganda, bu qiz yig'lab ketgan va men dadamni sevgandim. Hozir yenimda opammi yo'q, dadammi yo'q. Men ular bilan jam bo'lishni orzu qilaman degan. Amerika savdo vakili Katipy Amerika pat yaqinda Xitoydan import qilingan mahsulotlarning tاموژنا bېjini bekor qilishga tayyor emas, ammo Bejing bilan savdo suhbatiga ochiq dedi. Valkochisi gesining ziyoratini qabul qilganda, davlatning Xitoy pushtidan bo'lgan yangi savdo vakili Tay Amerikaning savdo siyosatiga baho berdi. U bu tاموژنا bېjining Amerika korxonalari va iste'molchilarga badal to'laganligidan xabardor ekanligini ko'rsatdi. Ammo tاموژنا bېjini tashabbus qiluvchilarning korxonalarni chet elliklar bilan bo'lgan raqobatdan qo'g'dashga yordam qiladiganligini bildirganligini bayon qildi. Xitoyning ichki dengiz qirg'i muhofizat paraxoti Sharqi Xitoy dengizidagi talash tortishdagi Sinkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tەۋەلىكىگە kirdi. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Okinawa o'lkasining Naha rayonidagi 11-rayon dengiz qirg'i muhofizat markazining xabariga qaraganda, Xitoyga tava paraxotlar Yaponiyaning zamin butunligiga xiloflik qilgan. Bu paraxotlar shu yer vaqti soat 4 atrofida talash tortish qo'zg'algan Sinkaku orolini aylanib, Minami Kojima orolining janubiga 20 kilometr keladigan joyga yaqinlashgan. Yaponiya dengiz qirg'i muhofizat atirti Xitoy paraxotlarini bu rayondan ayrilishga ogohlantirgan. NHK ommaviy radio shirkatining xabariga qaraganda, Xitoyning hukumat paraxotlari bu yil hozirgacha 11 qatim Sinkaku atrofidagi Yaponiya dengiz tەۋەلىكىگە kirgan.
Dunyoda qiziq nuqtaga aylangan Süveyş kanalini to'sib olgan paraxot krizisida qutqizish xizmatlari davom qilayotganda yangi sətçilik yuz berdi. Bir Yapon şirketiga tava Evergiven nomli yük sandığı paraxoti 24 mart Süveyş kanalida petib qilib, dunyodagi eng muhim savdo kanalini taqab, dеңiz savdosining to'xtatishini keltirib chiqardi. To'silib qolgan kanal sababidan yük qachilangan 320 paraxot o'chirib turishga majbur bo'ldi. Paraxotning egisi bo'lgan Yaponiya şirketi 26 mart bayonotida paraxotni qayta qo'zg'atmoqchi bo'lganda qiyinchilikqa yo'liqqanligini aytdi. Cho'ng tipdagi konteyner paraxotini qutqizish xizmati ilib berilayotganda Xitoyda yangi sətçilik yuz berdi. Bu qitim mazkur shirkatga tava bir yük mashinasi Xitoydagi tashyo'lga qopsilib qoldi. Yük mashinasi Changchun, Xinjiang shaharlari orasidagi Nanjing tashyo'lida hodisaga uchragan bo'lib, voqea yuz bergandan keyin shirkatning yük mashinasi Süveyş kanalidagi paraxotga o'xshash yuqori sur'atli tashyo'lda to'g'risiga turib qolib, qatnashni to'sib qo'ygan.